Adina qizni munchadan achchiq bilan tuxum miyda maylab qo'ydim. Undan boshqa kunda kechlik tuxum miy bilan maylayman qizlar. Ama shu pachoqlarini, dumbillarini, quloqning kayinlarini chekkilaridan tortib maylab uxlataman. Bolalarni qancha maylab bergancha shuncha foydasi bor qizlar. Bolalarni sovuqangiz eshib ketgan, ko'p ta'laydigan, kechish yaxshi uxlamaydigan, tarti shunday jiq ahvollar bo'lib qolsa, cho'qim maylab beringlar. Bu maylaganning qat'iy ziyni yo'q. Uning sey mingishga tamshalgan bolalarlar bo'lsa, cho'qim putlarni maylab qilib beringlar. Kun isivotidi, yozlar taz maylab optaplab qo'yib bersanglar, dehshat foydasi bor. Almisaqdan bu mo'minlarimiz ash qo'llanib kelayotgan ishlar. Buni bolalar emas qizlar. Bel qo'saqlari og'riydigan, sovuq ishib ketgan xonim qizlar ishlasanglar, önümün dehshat ko'rsizlar qizlar. Mush maylanib issiqlik o'tkazib beradigan bo'lsanglar, voy. Jonning ro'yati. Kechlari bolalarni maylab yotqizib qo'ysanglar, uyqusim dehshat yaxshi bo'lib ketadi. Mana ulamsin serqariq ezib qo'ydim. Yulduz markasidagi bu tuxumini alay tavsiya qilma. Serqariqda olamaydiganlar boshpatga o'nidan umrim qo'shilishar qilib. Bo'ldi. Adina qizni munchadan achchiq bilan tuxum miyda maylab qo'ydim. Undan boshqa kunda kechlik tuxum miy bilan maylayman qizlar. Ama shu pachoqlarini, dumbillarini, quloqning kayinlarini chekkilaridan tortib maylab uxlataman. Bolalarni qancha maylab bergancha shuncha foydasi bor qizlar. Bolalarni sovuqangiz eshib ketgan, ko'p ta'laydigan, kechish yaxshi uxlamaydigan, tarti shunday jiq ahvollar bo'lib qolsa, cho'qim maylab beringlar. Bu maylaganning qat'iy ziyni yo'q. Uning sey mingishga tamshalgan bolalarlar bo'lsa, cho'qim putlarni maylab qilib beringlar. Kun isivotidi, yozlar taz maylab optaplab qo'yib bersanglar, dehshat foydasi bor. Almisaqdan bu mo'minlarimiz ash qo'llanib kelayotgan ishlar. Buni bolalar emas qizlar. Bel qo'saqlari og'riydigan, sovuq ishib ketgan xonim qizlar ishlasanglar, önümün dehshat ko'rsizlar qizlar. Mush maylanib issiqlik o'tkazib beradigan bo'lsanglar, voy. Jonning ro'yati. Kechlari bolalarni maylab yotqizib qo'ysanglar, uyqusim dehshat yaxshi bo'lib ketadi. Mana ulamsin serqariq ezib qo'ydim. Yulduz markasidagi bu tuxumini alay tavsiya qilma. Serqariqda olamaydiganlar boshpatga o'nidan umrim qo'shilishar qilib. Bo'ldi. Adina qizni munchadan achchiq bilan tuxum miyda maylab qo'ydim. Undan boshqa kunda kechlik tuxum miy bilan maylayman qizlar. Ama shu pachoqlarini, dumbillarini, quloqning kayinlarini chekkilaridan tortib maylab uxlataman. Bolalarni qancha maylab bergancha shuncha foydasi bor qizlar. Bolalarni sovuqangiz eshib ketgan, ko'p ta'laydigan, kechish yaxshi uxlamaydigan, tarti shunday jiq ahvollar bo'lib qolsa, cho'qim maylab beringlar. Bu maylaganning qat'iy ziyni yo'q. Uning sey mingishga tamshalgan bolalarlar bo'lsa, cho'qim putlarni maylab qilib beringlar. Kun isivotidi, yozlar taz maylab optaplab qo'yib bersanglar, dehshat foydasi bor. Almisaqdan bu mo'minlarimiz ash qo'llanib kelayotgan ishlar. Buni bolalar emas qizlar. Bel qo'saqlari og'riydigan, sovuq ishib ketgan xonim qizlar ishlasanglar, önümün dehshat ko'rsizlar qizlar. Mush maylanib issiqlik o'tkazib beradigan bo'lsanglar, voy. Jonning ro'yati. Kechlari bolalarni maylab yotqizib qo'ysanglar, uyqusim dehshat yaxshi bo'lib ketadi. Mana ulamsin serqariq ezib qo'ydim. Yulduz markasidagi bu tuxumini alay tavsiya qilma. Serqariqda olamaydiganlar boshpatga o'nidan umrim qo'shilishar qilib. Bo'ldi. Adina qizni munchadan achchiq bilan tuxum miyda maylab qo'ydim. Undan boshqa kunda kechlik tuxum miy bilan maylayman qizlar. Ama shu pachoqlarini, dumbillarini, quloqning kayinlarini chekkilaridan tortib maylab uxlataman. Bolalarni qancha maylab bergancha shuncha foydasi bor qizlar. Bolalarni sovuqangiz eshib ketgan, ko'p ta'laydigan, kechish yaxshi uxlamaydigan, tarti shunday jiq ahvollar bo'lib qolsa, cho'qim maylab beringlar. Bu maylaganning qat'iy ziyni yo'q. Uning sey mingishga tamshalgan bolalarlar bo'lsa, cho'qim putlarni maylab qilib beringlar. Kun isivotidi, yozlar taz maylab optaplab qo'yib bersanglar, dehshat foydasi bor. Almisaqdan bu mo'minlarimiz ash qo'llanib kelayotgan ishlar. Buni bolalar emas qizlar. Bel qo'saqlari og'riydigan, sovuq ishib ketgan xonim qizlar ishlasanglar, önümün dehshat ko'rsizlar qizlar. Mush maylanib issiqlik o'tkazib beradigan bo'lsanglar, voy. Jonning ro'yati. Kechlari bolalarni maylab yotqizib qo'ysanglar, uyqusim dehshat yaxshi bo'lib ketadi. Mana ulamsin serqariq ezib qo'ydim. Yulduz markasidagi bu tuxumini alay tavsiya qilma. Serqariqda olamaydiganlar boshpatga o'nidan umrim qo'shilishar qilib. Bo'ldi. Adina qizni munchadan achchiq bilan tuxum miyda maylab qo'ydim. Undan boshqa kunda kechlik tuxum miy bilan maylayman qizlar. Ama shu pachoqlarini, dumbillarini, quloqning kayinlarini chekkilaridan tortib maylab uxlataman. Bolalarni qancha maylab bergancha shuncha foydasi bor qizlar. Bolalarni sovuqangiz eshib ketgan, ko'p ta'laydigan, kechish yaxshi uxlamaydigan, tarti shunday jiq ahvollar bo'lib qolsa, cho'qim maylab beringlar. Bu maylaganning qat'iy ziyni yo'q. Uning sey mingishga tamshalgan bolalarlar bo'lsa, cho'qim putlarni maylab qilib beringlar. Kun isivotidi, yozlar taz maylab optaplab qo'yib bersanglar, dehshat foydasi bor. Almisaqdan bu mo'minlarimiz ash qo'llanib kelayotgan ishlar. Buni bolalar emas qizlar. Bel qo'saqlari og'riydigan, sovuq ishib ketgan xonim qizlar ishlasanglar, önümün dehshat ko'rsizlar qizlar. Mush maylanib issiqlik o'tkazib beradigan bo'lsanglar, voy. Jonning ro'yati. Kechlari bolalarni maylab yotqizib qo'ysanglar, uyqusim dehshat yaxshi bo'lib ketadi. Mana ulamsin serqariq ezib qo'ydim. Yulduz markasidagi bu tuxumini alay tavsiya qilma. Serqariqda olamaydiganlar boshpatga o'nidan umrim qo'shilishar qilib. Bo'ldi. Adina qizni munchadan achchiq bilan tuxum miyda maylab qo'ydim. Undan boshqa kunda kechlik tuxum miy bilan maylayman qizlar. Ama shu pachoqlarini, dumbillarini, quloqning kayinlarini chekkilaridan tortib maylab uxlataman. Bolalarni qancha maylab bergancha shuncha foydasi bor qizlar. Bolalarni sovuqangiz eshib ketgan, ko'p ta'laydigan, kechish yaxshi uxlamaydigan, tarti shunday jiq ahvollar bo'lib qolsa, cho'qim maylab beringlar. Bu maylaganning qat'iy ziyni yo'q. Uning sey mingishga tamshalgan bolalarlar bo'lsa, cho'qim putlarni maylab qilib beringlar. Kun isivotidi, yozlar taz maylab optaplab qo'yib bersanglar, dehshat foydasi bor. Almisaqdan bu mo'minlarimiz ash qo'llanib kelayotgan ishlar. Buni bolalar emas qizlar.
Bel qo'saqlari og'riydigan sovuq ishib ketgan xonim qizlar ishlasanglarmi önümün dehshat ko'rsizlar qizlar mush maylanib issiqlik o'tkazib beradigan bo'lsanglar voy jonning rati ya kechlari bolalarni maylab yotqizib qo'ysanglar uyqusim dehshat yaxshi bo'lib ketadi. Mana ulamsin serqaruq ezib qo'ydim. Yulduz markasidagi bu tuxumini alay tavsiya qilma. Serqaruqda olmaydiganlar boshpatga önüdan numaram qo'shilishar qilasiz. Bo'ldi. Adina qizni mo'jidan achiqib bilan tuxumini maylab qo'ydim. Undan boshqa kunda kech tuxumi bilan maylayman qizlar. Shu pachoqlarini, dumbillarini, quloqning kayinlarini, chekillaridan tortib maylab xultiman. Bolalarni qancha maylab bergancha shuncha foydasi bor qizlar. Bolalarni sovuqangiz eshib ketgan, ko'p talaydigan, kechish yaxshi uxlamaydigan, tarti shunday jiq ahvollar bo'lib qolsa, cho'qim maylab beringlar. Bu maylaganning qat'iy ziyni yo'q. Uning ustiga ming'ishga tamshalgan bolalaringlar bo'lsa, cho'qim putlarni maylab qilib beringlar. Kun isivotidi, yozlar taz maylab optaplab qo'yvasanlar, dehshat foydasi bor. Almisaqdan bu mo'minlarimiz qo'llanib kelayotgan ishlar. Buni bolalar emas qizlar. Bel qo'saqlari og'riydigan sovuq ishib ketgan xonim qizlar ishlasanglarmi önümün dehshat ko'rsizlar qizlar mush maylanib issiqlik o'tkazib beradigan bo'lsanglar voy jonning rati ya kechlari bolalarni maylab yotqizib qo'ysanglar uyqusim dehshat yaxshi bo'lib ketadi. Mana ulamsin serqaruq ezib qo'ydim. Yulduz markasidagi bu tuxumini alay tavsiya qilma. Serqaruqda olmaydiganlar boshpatga önüdan numaram qo'shilishar qilasiz. Bo'ldi. Adina qizni mo'jidan achiqib bilan tuxumini maylab qo'ydim. Undan boshqa kunda kech tuxumi bilan maylayman qizlar. Shu pachoqlarini, dumbillarini, quloqning kayinlarini, chekillaridan tortib maylab xultiman. Bolalarni qancha maylab bergancha shuncha foydasi bor qizlar. Bolalarni sovuqangiz eshib ketgan, ko'p talaydigan, kechish yaxshi uxlamaydigan, tarti shunday jiq ahvollar bo'lib qolsa, cho'qim maylab beringlar. Bu maylaganning qat'iy ziyni yo'q. Uning ustiga ming'ishga tamshalgan bolalaringlar bo'lsa, cho'qim putlarni maylab qilib beringlar. Kun isivotidi, yozlar taz maylab optaplab qo'yvasanlar, dehshat foydasi bor. Almisaqdan bu mo'minlarimiz qo'llanib kelayotgan ishlar. Buni bolalar emas qizlar. Bel qo'saqlari og'riydigan sovuq ishib ketgan xonim qizlar ishlasanglarmi önümün dehshat ko'rsizlar qizlar mush maylanib issiqlik o'tkazib beradigan bo'lsanglar voy jonning rati ya kechlari bolalarni maylab yotqizib qo'ysanglar uyqusim dehshat yaxshi bo'lib ketadi. Mana ulamsin serqaruq ezib qo'ydim. Yulduz markasidagi bu tuxumini alay tavsiya qilma. Serqaruqda olmaydiganlar boshpatga önüdan numaram qo'shilishar qilasiz. Bo'ldi. Adina qizni mo'jidan achiqib bilan tuxumini maylab qo'ydim. Undan boshqa kunda kech tuxumi bilan maylayman qizlar. Shu pachoqlarini, dumbillarini, quloqning kayinlarini, chekillaridan tortib maylab xultiman. Bolalarni qancha maylab bergancha shuncha foydasi bor qizlar. Bolalarni sovuqangiz eshib ketgan, ko'p talaydigan, kechish yaxshi uxlamaydigan, tarti shunday jiq ahvollar bo'lib qolsa, cho'qim maylab beringlar. Bu maylaganning qat'iy ziyni yo'q. Uning ustiga ming'ishga tamshalgan bolalaringlar bo'lsa, cho'qim putlarni maylab qilib beringlar. Kun isivotidi, yozlar taz maylab optaplab qo'yvasanlar, dehshat foydasi bor. Almisaqdan bu mo'minlarimiz qo'llanib kelayotgan ishlar. Buni bolalar emas qizlar. Bel qo'saqlari og'riydigan sovuq ishib ketgan xonim qizlar ishlasanglarmi önümün dehshat ko'rsizlar qizlar mush maylanib issiqlik o'tkazib beradigan bo'lsanglar voy jonning rati ya kechlari bolalarni maylab yotqizib qo'ysanglar uyqusim dehshat yaxshi bo'lib ketadi. Mana ulamsin serqaruq ezib qo'ydim. Yulduz markasidagi bu tuxumini alay tavsiya qilma. Serqaruqda olmaydiganlar boshpatga önüdan numaram qo'shilishar qilasiz. Bo'ldi. Adina qizni mo'jidan achiqib bilan tuxumini maylab qo'ydim. Undan boshqa kunda kech tuxumi bilan maylayman qizlar. Shu pachoqlarini, dumbillarini, quloqning kayinlarini, chekillaridan tortib maylab xultiman. Bolalarni qancha maylab bergancha shuncha foydasi bor qizlar. Bolalarni sovuqangiz eshib ketgan, ko'p talaydigan, kechish yaxshi uxlamaydigan, tarti shunday jiq ahvollar bo'lib qolsa, cho'qim maylab beringlar. Bu maylaganning qat'iy ziyni yo'q. Uning ustiga ming'ishga tamshalgan bolalaringlar bo'lsa, cho'qim putlarni maylab qilib beringlar. Kun isivotidi, yozlar taz maylab optaplab qo'yvasanlar, dehshat foydasi bor. Almisaqdan bu mo'minlarimiz qo'llanib kelayotgan ishlar. Buni bolalar emas qizlar. Bel qo'saqlari og'riydigan sovuq ishib ketgan xonim qizlar ishlasanglarmi önümün dehshat ko'rsizlar qizlar mush maylanib issiqlik o'tkazib beradigan bo'lsanglar voy jonning rati ya kechlari bolalarni maylab yotqizib qo'ysanglar uyqusim dehshat yaxshi bo'lib ketadi. Mana ulamsin serqaruq ezib qo'ydim. Yulduz markasidagi bu tuxumini alay tavsiya qilma. Serqaruqda olmaydiganlar boshpatga önüdan numaram qo'shilishar qilasiz. Bo'ldi. Adina qizni mo'jidan achiqib bilan tuxumini maylab qo'ydim. Undan boshqa kunda kech tuxumi bilan maylayman qizlar. Shu pachoqlarini, dumbillarini, quloqning kayinlarini, chekillaridan tortib maylab xultiman. Bolalarni qancha maylab bergancha shuncha foydasi bor qizlar. Bolalarni sovuqangiz eshib ketgan, ko'p talaydigan, kechish yaxshi uxlamaydigan, tarti shunday jiq ahvollar bo'lib qolsa, cho'qim maylab beringlar. Bu maylaganning qat'iy ziyni yo'q. Uning ustiga ming'ishga tamshalgan bolalaringlar bo'lsa, cho'qim putlarni maylab qilib beringlar. Kun isivotidi, yozlar taz maylab optaplab qo'yvasanlar, dehshat foydasi bor. Almisaqdan bu mo'minlarimiz qo'llanib kelayotgan ishlar. Buni bolalar emas qizlar. Bel qo'saqlari og'riydigan sovuq ishib ketgan xonim qizlar ishlasanglarmi önümün dehshat ko'rsizlar qizlar mush maylanib issiqlik o'tkazib beradigan bo'lsanglar voy jonning rati ya kechlari bolalarni maylab yotqizib qo'ysanglar uyqusim dehshat yaxshi bo'lib ketadi. Mana ulamsin serqaruq ezib qo'ydim. Yulduz markasidagi bu tuxumini alay tavsiya qilma. Serqaruqda olmaydiganlar boshpatga önüdan numaram qo'shilishar qilasiz. Bo'ldi. Adina qizni mo'jidan achiqib bilan tuxumini maylab qo'ydim. Undan boshqa kunda kech tuxumi bilan maylayman qizlar. Shu pachoqlarini, dumbillarini, quloqning kayinlarini, chekillaridan tortib maylab xultiman. Bolalarni qancha maylab
maylab bergancha shuncha foydasi bor qizlar. Balani sovuqangiz eshib ketgan, ko'p daylaydigan, kechish yaxshi uxlamaydigan, tarti shunday jiq ahvollar bo'lib qolsa, cho'qim maylab beringlar. Bu maylaganning qat'iy ziyni yo'q. Uning ustiga mingishga tamshalgan balaringlar bo'lsa, cho'qim putlarni maylab qilib beringlar. Kun isivotidi, yozlar taz maylab optaplab qo'yvasanlar, dehshat foydasi bor. Almisaqdan bu mo'minlarimiz qo'llanib kelayotgan ishlar. Buni balalar emas qizlar. Bel qo'saqlari og'riydigan, sovuq ishib ketgan xonim qizlar ishlasanglar, önümün dehshat ko'rsizlar qizlar. Mush maylanib issiqlik o'tkazib beradigan bo'lsanglar, voy. Jonning rohati. Keshlari balaringlarni maylab yotqizib qo'ysanglar, uyqusim dehshat yaxshi bo'lib ketadi. Mana ulamsin serqariq ezib qo'ydim. Yulduz markasidagi bu tuxumini olay tavsiya qilma. Serqariqda olmaydiganlar boshpatga o'nidan numaram qo'shilishar qilib bo'ldi. Adina qizni munchadan achiqib bilan tuxumini maylab qo'ydim. Undan boshqa kunda kechda tuxumini bilan maylayman qizlar. Shu pachoqlarini, dumbillarini, quloqning kayinlarini, chekillaridan tortib maylab uxlataman. Balalarni qancha maylab bergancha shuncha foydasi bor qizlar. Balalarni sovuqangiz eshib ketgan, ko'p daylaydigan, kechish yaxshi uxlamaydigan, tarti shunday jiq ahvollar bo'lib qolsa, cho'qim maylab beringlar. Bu maylaganning qat'iy ziyni yo'q. Uning ustiga mingishga tamshalgan balaringlar bo'lsa, cho'qim putlarni maylab qilib beringlar. Kun isivotidi, yozlar taz maylab optaplab qo'yvasanlar, dehshat foydasi bor. Almisaqdan bu mo'minlarimiz qo'llanib kelayotgan ishlar. Buni balalar emas qizlar. Bel qo'saqlari og'riydigan, sovuq ishib ketgan xonim qizlar ishlasanglar, önümün dehshat ko'rsizlar qizlar. Mush maylanib issiqlik o'tkazib beradigan bo'lsanglar, voy. Jonning rohati. Keshlari balaringlarni maylab yotqizib qo'ysanglar, uyqusim dehshat yaxshi bo'lib ketadi. Mana ulamsin serqariq ezib qo'ydim. Yulduz markasidagi bu tuxumini olay tavsiya qilma. Serqariqda olmaydiganlar boshpatga o'nidan numaram qo'shilishar qilib bo'ldi.